Bir inson yangi mashinasini yuvayotgan vaqtida yonida kichkinagina qizi o'ynab yurardi. U qiz yoshligiga borib qo'lida mix bilan yangi mashinani eshigiga chizishni boshladi. Bu holatni ko'rgan adasini jahli chiqib, jahl ustida qizni qo'liga karcher bilan urdi. Qiz baqirdi, yig'ladi. Oradan sal o'tib qizni qo'li shishishni boshladi. Xavotirlangan ota-onasi doktorga borishdi. Bergan javoblarga ko'ra, qizni ikkita barmog'i singan ekan. Bu holat otasiga juda qattiq ta'sir qildi. Uyiga keldi. Yangi mashinasining yonida turdi. Alam ustida qo'liga tushgan har bitta narsa bilan mashinani urib, oynalarni sindirishni boshladi. Aylanib o'tib ko'rdiki, qizi yozgan yozuvi: "Adajon, men sizni yaxshi ko'raman." Bu bilan nima demoqchimiz? Bitta yaxshi kinoda ko'rgandim. Pulga sotib olsa bo'ladigan har qanday narsa qadrga ega emas. Bu bilan aynan sizni hayotingizni yengillashtirishga sabab bo'lgan buyumlarga buyumdek qarang. Odamlarni yaxshi ko'ring.